Bu so'nggi 7 kun davomida O'zbekiston va jahonda sodir bo'lgan iqtisodiy ijtimoiy yangiliklar bilan Tenguz hafta dajasida. Rus generalini o'ldirishda ayblangan o'zbekistonlik qamaldi. Ruslarning sobiq bokschisi Markaziy Osiyoga tahdid qildi. Koreya o'zbekistonliklarga viza berishni to'xtatishi mumkinligini aytdi. Oltin narxi keskin oshmoqda. Radarlar urib tushirildi. Odamlarning 5 milliard so'm pulni o'g'irlagan yolg'iz bo'ri 5 yilga qamaldi. Shu va shunga o'xshash boshqa yangiliklarni batafsil ko'rib chiqamiz. Rossiya generalini o'ldirganlikda ayblangan o'zbekistonlik umrbodga qamaldi. Shuningdek, unga qo'shimcha ravishda 1 million rubl jarima belgilandi. Rossiya xavfsizlik organlari ma'lumotiga ko'ra, Ahmadjon Qurbonov so'roq paytida go'yoki jinoyatni Ukraina maxsus xizmatlari topshirig'i bilan bajarganini tan olgan. Unga 100 ming dollar pul va Yevropa ittifoqiga chiqishga yordam va'da qilingan. Portlash 2024-yil 12 dekabr kuni Moskvada sodir bo'lgan. General va uning yordamchisi uydan chiqayotgan paytda samokatga joylashtirilgan portlovchi moslama ishga tushgan va ular voqea joyida halok bo'lgan. Rossiyalik sobiq bokschi Nikolay Valuyev Rossiya 30 yil davomida sobiq Sovet respublikalariga nisbatan yumshoqlik qilganini, endi esa qattiq chora-tadbirlar kerakligini aytdi. U kelajakda yana bir nechta maxsus operatsiyalar bo'lishini istisno qilmadi. Valuyevning bu so'zlariga Ruslan Chagayev javob qaytardi. Chagayev Valuyevni kallasini joyiga qo'yish uchun yana bir jang o'tkazishga tayyorligini aytgan. Jangdan keyin Valuyev Markaziy Osiyo haqida boshqa ajramaydigan bo'lishini qo'shimcha qildi. O'zbekistonlik haydovchilarning Rossiyada bo'lish muddati esa amaldagi 90 kundan 180 kungacha uzaytirilishi mumkin. Bu haqda O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi ma'lum qildi. Tadbirkorlar aytishicha, 90 kunlik limit tugashi bilan haydovchilar Rossiyaga kira olmayapti yoki chiqarib yuborilmoqda. Rossiya hukumati Ichki ishlar vazirligiga qonunchilikka o'zgartirish kiritish topshirig'ini bergan. O'zgarishlar faqatgina haydovchilarga tatbiq etiladi. Koreya o'zbekistonliklarga viza berishni to'xtatishi mumkinligi aytildi. Janubiy Koreyada yashayotgan 100 ming o'zbekistonlikning 9% nolegal ishlamoqda. Agar bu ko'rsatkich 10% ga yetsa, Koreya O'zbekiston fuqarolariga viza berishni to'xtatishni aytgan. Muammo faqat mehnat migratsiyasi bilan cheklanmayapti. Til kurslari va universitetlarga kelgan ayrim yoshlar o'qishni tashlab, noqonuniy ishlashga o'tmoqda. Koreya har yil O'zbekistonga 5000 ta E8 mavsumiy ish vizasi kvotasi ajratadi, ammo unda atigi 600 tasi ishlatilmoqda. Shuningdek, 2024-yilda Koreyada viza qoidalarini buzgan talabalar orasida o'zbekistonliklar 13% ni tashkil etgan. Qo'shni Tojikistonning O'zbekistonga savdo cheklovlari javobsiz qolmasligi aytildi. Bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayev Tojikiston bozorida o'zbek qurilish materiallariga sun'iy to'siqlar qo'yilayotganini aytdi. Xususan, Tojikiston ayrim mahsulotlar uchun bazaviy qiymatni $300 deb belgilagan. Bundan tashqari 2025-yil 1-dekabrdan keramika plitalar uchun har bir tonnaga $450 qo'shimcha to'lov joriy qilingan. Natijada ilgari $2000 atrofida bo'lgan umumiy xarajatlar hozir $12000 gacha yetgan. Oltin narxi ketma-ket o'sishda davom etdi. 20-yanvar kuni jahon bozorida 1 troy unsiya oltin ilk bor $4700 dan oshdi. Bu tarixiy rekord bo'ldi. O'zbekistonda ham oltin narxi 3 marotaba rekordni yangiladi. 23-yanvar holatiga ko'ra 1 gram oltin 1 959 ming so'mga chiqdi. Narx o'tgan yilga nisbatan 65% dan ko'proqqa oshdi. Bloomberg nashriga ko'ra, bunga AQSh prezidenti Donald Trampning Grenlandiya bo'yicha da'volari va Yevropaga bojlarni oshirish haqidagi bayonotlari sabab bo'lgan. Shuningdek, AQSh Markaziy banki mustaqilligiga doir xavotirlar investorlarni bezovta qilmoqda. Navoiyda bunday xabarlar ortidan oltin vasvasasiga tushgan guruh qo'lga olindi. Navbahor tumanidagi tekshiruvda qariyb 10 kilogramm oltin moddasiga ega, qiymati 15 milliard so'mdan ortiq bo'lgan tog' jinslari rasmiylashtirib olindi. Andijonda esa mayningchilar ushlandi. Ular Andijon shahridagi Pistamozor mahallasidagi xonadonda 5 ta to'plamdan iborat kriptoaktiv qurilmalarni umumiy foydalanishdagi elektr tarmog'iga noqonuniy ulagan. Jami 438 million so'mlik elektr energiyasidan foydalangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijonning boshqa bir hududida esa 3 nafar o'smir yo'l chetidagi radarni urib tushirib, kanalga tashlab yubordi. Tekshiruvda ma'lum bo'lishicha, 3 nafar o'smir Marhamat tumani Ko'tarma mahallasi hududida taxminan 5 metrlik yog'och bilan radarni yiqitib, kanalga tashlab yuborgan. Gumonlanuvchilarga nisbatan o'g'irlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Radar qurilmasi topilib, dalil sifatida rasmiylashtirilgan. Tergov ishlari davom etmoqda.
Telegramda yolg'iz bo'ri deya akkaunt ochib, odamlarning 5 milliard so'm pulini o'g'irlagan yigit ushlandi. Ma'lum bo'lishicha, bu yigit 1999-yilda Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida tug'ilgan. U Telegramda yolg'iz bo'ri akkaunt orqali mashina savdosiga oid guruhlarda faol bo'lgan. U o'ziga tegishli bo'lmagan BYD va Prado avtomobillarini arzonroq narxda joylagan. Shu orqali xaridorlardan boshlang'ich to'lov sifatida pul olgan va keyin aloqani uzgan. Bu yigit 5 yil va 1 oyga qamalishi aytildi. Bo'rining ortidan Malish, Rasul Qilich va Jomi Daritallar ham chiqdi. Ular go'yoki o'zidan ko'cha yasab olib, Urganch, Bog'ot va Xiva hududlarida odamlarning yo'lini to'sish, kaltaklash, uyga bostirib kirish bilan shug'ullangan. Urganchda Jomi Darital laqabli Ahmedov Jamol markaziy dehqon bozori hududida bezorilik qilgan. Uning yonidan 3 gram marixuana topilgan. Rasul Qilich laqabli Farhodbekov Rasulbek Xiva Urganch yo'nalishida tanish kirakashni kaltaklagan. Malish laqabli Maqsaboyev Artur esa Bog'ot tumanida bezorilik qilib kelgan. Uchala shaxsga bezorilik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olingan. Jizzaxda 18 yoshli qiz boshqa bir qizni Tailandga fohishalikka yuborayotganda ushlandi. G'allaorollik 18 yoshli qiz Sharof Rashidov tumanida yashovchi 19 yoshli tanishini Tailandda fohishalik qilishga qo'ndirgan. U kuniga 350-400 dollar topishini aytib, safar xarajatlarini ham o'z zimmasiga olgan. Ular 12 yanvarda aeroportga yo'l olgan paytda Jizzaxdagi postda ushlangan. Holat yuzasidan odam savdosi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atish choralari ko'rilmoqda. Dunyo go'zali tanlovi ishtirokchisi libosida bayroq ranglaridan foydalangani uchun jarimaga tortildi. Filippinda bo'lgan Dunyo go'zali 2025 tanlovida qatnashgan Shahrizoda Madaminova davlat ramzlari to'g'risidagi qonunni buzgan deb topildi. Sud qaroriga ko'ra u 824 ming so'm jarimaga tortildi. Ishtirokchi libosda bayroqning barcha elementlaridan foydalanmaganini aytib, yengillik so'ragan, biroq sud buni rad etgan. Pop tumanida 2 nafar mansabdor pora bilan ushlandi. Tuman hokim yordamchisi dehqon xo'jaligi uchun ajratilgan 30 sotix yer maydonini xususiy mulk sifatida rasmiylashtirib berish va 6 sotix uy-joyga kadastr hujjatlari tayyorlab berish evaziga 2000 dollar talab qilgan. Tezkor tadbirda u 1000 dollar olayotgan paytda qo'lga olingan. Yana bir holatda Davlat kadastrlari palatasi tuman filiali xodimi 10 sotix davlat zaxira yerini shaxsiy mulkka aylantirib berish uchun 900 dollar va qariyb 5 million so'm olgan vaqtida ushlangan. Har ikki holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda sun'iy intellektdan foydalanib shaxsga doir ma'lumotlarga noqonuniy ishlov berish uchun javobgarlik belgilandi. Shunda ishlangan ma'lumotlar internet va ommaviy axborot vositalarida tarqatilsa, aybdorga 41 million so'mgacha jarima tayinlanishi mumkin. Foydalanilgan texnika esa musodara qilinadi. Milliy bank Zomindagi dor yo'lni 215 milliard so'mga sotdi. Obyektni 2025-yil 30-dekabrda ro'yxatdan o'tgan Refropway Invest MCJ xarid qilgan. Auksion shartlariga ko'ra, xaridor 30% boshlang'ich to'lovni amalga oshiradi. Qolgan 70% esa Milliy bankdan kredit hisobidan to'lanishi mumkin. Taksilar uchun taksi pasporti joriy etilishi mumkin. Transport to'g'risidagi yangi qonun loyihasiga ko'ra, ushbu pasportda taksiga oid asosiy ma'lumotlar bo'lishi ko'zda tutilgan. Loyihada shuningdek, taksilar elektron to'lovlarni qabul qilishi, texnik talablarga javob berishi, maxsus belgi o'rnatilishi va shahar sharoitida mashinadan foydalanish muddati 15 yildan oshmasligi belgilangan. Shu kunlarda jahon xabarlari Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining nomisiz chiqmayapti. Masalan, bu hafta Trump Grenlandiyani qo'shib olishning yangi yo'lini topdi. U har bir ovoz bergan fuqaroga 1 million dollar bermoqchi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Grenlandiya aholisi taxminan 57 ming kishi bo'lib, umumiy summa 57 milliard dollarni tashkil etadi. Hozircha bu faqat muhokama bosqichida. Avvalroq u 700 milliard dollar evaziga orolni sotib olish g'oyasini ham ilgari surgandi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In esa dunyoni suv bossa o'rdakka neg'am deya hammomlarni ko'zdan kechiryapti. Kimning o'zi bir reabilitatsiya markazining umumiy holatdan norozi bo'lib keskin tanqid qilgan. Shundan so'ng Kim Chen In oromgohni tubdan yangilash bo'yicha topshiriq bergan. Ochilish marosimida e'lon qilingan tasvirlarda davlat yetakchisining erkaklar va ayollar hammomlariga kirgani, u yerdagilar bilan gaplashgani ko'rinadi.
Qozog'istonda esa dilni xira qiladigan voqea sodir bo'ldi. Chimkent shahrida 21 yoshli qiz Nuroy Serikbayning mudhish tarzda o'ldirilishi mamlakatni larzaga soldi. Tergovchilar qizning tanasida o'nlab pichoq jarohatlarini aniqladi. Jinoyatda gumon qilingan 28 yoshli erkak Sherxon Aymoxon qizni kamida 6 oy davomida ta'qib qilgan. Tanishuvdan so'ng unga sovchi qo'ygan, lekin rad javobini olgan. U qizni uning irodasiga qarshi zo'ravonlik bilan o'g'irlagan. Shunda ota-ona qizini uyiga qaytarishga muvaffaq bo'lgan va Chimkent politsiyasiga qizni zo'ravonlikdan himoya qilishni so'rab ariza bergan. Ammo jinoyat ishi qo'zg'atilmagani, chora ko'rilmagani oqibatda bir qiz qurbon bo'ldi.